Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar, charchamaysizlar? Esinglarda bo'lsa, YouTube kanalimda startup MVP loyihalar uchun birinchi versiyasidan qilinishi kerak bo'lgan integratsiyalar haqida, texnik ishlar haqida gapirib o'tgan edim, aytib o'tgan edim. Kelinglar bugun shuni praktikasini qilib ko'ramiz. Xo'p, birinchi bo'lim bizda remote config va version controller ekan. O'zi buni muhimligi qanaqa? Oddiy misol, siz biror bir loyiha chiqaryapsiz, userlarga tarqatyapsiz, ya'ni deadline kechikyapti, davay dedingizda, chiqarib yubordingiz, orqasida nimadir qolib ketgan yoki qanaqadir security issue bor. Shuni siz fix qildingizda, App Store, Google Play ga berdingiz. Release chiqdi, lekin userlar uni update qila olmadi. Siz hop, okay, push notification yuborgandirsiz. Yangi versiyasini yuklab olinglar, u bu deb qayerdan bilasiz? Userlar yuklab olgandir yoki vaqti bo'lmagandir yoki shunchaki xohlamas. Shu vaqtda eski versiya bo'yicha ishlayveradi. Va mana shu holatda 100% userlarni yangi versiyaga o'tkazish uchun aynan versiya controller kerak bo'ladi. O'zi versiya controller yasash turlari ko'p. Custom backend yasashimiz mumkin, ya'ni API lar chiqarib. Men ko'p ishlatadiganim Firebase, Remote Config. Eng yaxshisi va eng secure. Ham Flutter proyektlar bilan yaxshi chiqishadi, ancha integratsiyasi oson. Hop, kelinglar bo'lmasa, kerakli paketlarni o'rnatib olamiz. Add dependency, Firebase core, dependency, Firebase core ishlatiladi, Firebase Remote Config degani bor edi. Mana. Shundan boshlaymiz. Demak, main.dartim fayl tozalab oldim. Yozamiz boshidan. Run up. Okay, keyingisi stateless, shunchaki startup project. Startup project ham bitta chaqirib qo'yamiz. Await Firebase initialize app. Hop, mana keldi Firebase core'dan. Bizda Firebase initialize apps degan joyga options degan qismi bor va bu yerda default options degan narsa bo'ladi. Buni hozir ko'ramiz. Bu hozir yo'q, qachonki Firebase proyektni integratsiya qilishimiz bilan chiqib keladi. Hop, kelinglar, shundan boshlaymiz. Menda tayyor unaqa bor. Firebase project bor vaqtlarni tejash uchun. General ga kirib, shunchaki appni qo'shib olamiz. Add app qilamiz. Flutter next. Orada aytib ketaymi, mana shu qismlarni o'rnatib olasizlar. Flutter CLI ni npm orqali o'rnatib ishga tushira olasizlar. Keyin shular ishlatsalaring, sizlarda ham kutilgandek ishlaydi. Terminalni ochib, Flutterdan activate qilamiz CLI ni. Keyingisi shu Firebase projectda integratsiya qilamiz. Bizga web kerak emas edi. Web nima uchun aytyapti? Chunki web proyekt bor. Men qolgan macOS, Windowslar o'chirib tashlaganman, chunki faqat mobil versiyamiz. Okay, Android va iOSni tanlab, enter bosamiz. Bizga integratsiyani qilib beryapti. Mana qalaydi, keldi. Endi shuni prosta chaqirib qo'yamiz xolos. Mana. Keyingi qism. Okay, hozircha shu yetarli. Endi biz servis yozishga kiramiz. Ya'ni bizning birinchi fokusimiz remote config va versiya controller bo'lgani uchun birinchi versiya controller qilib olamiz. Hop, birinchimizga remote config servis. O'zi umuman farqi yo'q. Kim xohlagan qanaqa kod yozsa farqi yo'q. Prosta remote config ishlasa bo'ladi, lekin men servis yozib olaman alohida. Aniq arxitektura tuzib o'tirmaymiz, boshlayni qotirib, xohlagan usullaringga sozlab olsang bo'ladi keyin. Hop, men shunday remote config servis degan fayl yaratib, ichiga servis yozaman, class remote config servis. Okay, remote config servis fayl yozamiz. Internal. Okay, o'zi remote config instance. Instance static remote config instance option. Get instance keyingisi. Hop, bitta narsa qolib ketdi bizda. Instance bu amalga oshiradi. Fayl oshiradi. Hop, keyingisi final static. Hop, remote config instance oladi. Remote config instance. Va bu remote config keladi. Nima uchun? Men static final oshiradi. Static final oshiradi. To'g'risi kod yozmagancha bo'ldi. AI bilan ishlayverib. Kodni yozaman. Bunaqa ko'p yozmay qo'yganman, to'g'risi. Oxirgi bir 3-4 oyda unaqa yozmay qo'yganman. Shunchaki ruleslar berib, AI ga yozdiraman. O'zim kod stylim bor, o'shani beraman, rules qilib, shu bo'yicha yozib beradi. Hop, mayli, kelinglar. Initialize qildik. Qaranglar, hamma narsani qilib beryapti o'zi. Get init, get initialize. Okay. To'g'ri qildi. Remote config settings. Settings o'zlariga bog'liq, qancha vaqtda update bo'lib turishi. Shuni bir qilaylik. Test vaqtida shu vaqtimiz oladi. Hop, keyingi qiladigan ishlarimiz remote set defaults. Set defaultsda biz anaqa beramiz. Ya'ni remote configda nima data bo'lsa, shuni olib kelamiz. Kelinglar, birinchisi versiya qilaylik. Latest version deylik, nomlaylik. Bir up version yoki latest versionmi? Mayli, up version deylik. Birinchi versiyasi default holatda bizda 1.0.0 turadi, yangi chiqqanda. Keyingisi nima qilishimiz mumkin biz yana? Is mandatory yoki is maintenance mandatory. Ya'ni mandatory degani bu nima deydi? Majburlash kerakmi userni update qilish uchun yoki shart emasmi? Okay. Keyingisi bizda qanaqadir yangi versiyada update bo'lsa, ya'ni change log deymiz yoki release notes deyishimiz ham mumkin. Release notes
default holatda bizda tursin, masalan, first version deylik. Hop, endi yangilik bormi yo'qmi bilishimiz uchun bitta metod kerak bo'ladi. Aytaylik, future bool qaytarsin bu. Is update available mana yozib beryapti. Endi bu manual yozyapti. Kelaylik, shuni biz avtomatik qilib ketaylik shuni ham. Package info plus degan paket bor. Mana shu. Package info plus bu o'sha ilovangizni real versiyasini, build versiya, hamma raqamigacha olib beradi va bizda realniy ishlaydigan anaqa metod bo'ladi. Manual ishlamaydi. Mockdata ishlamaydi demoqchiman. Hop. Buning ichida nima qilamiz? Aytaylik, final package info equal to await package info platform. Buni chaqiramiz. Mana package info versiya bu o'sha hozirgi ilovamizning current versiyasi. Hop, current version. Okay, up version bu bo'lishi mumkin. Bu default. Keyin biz remote config dan yangi versiya jo'natishimiz ham mumkin. Endi nima qilamiz? Shuni teng emas. Bu noto'g'ri, chunki qarang. Bizda defaultni holat bu 1.0 bo'lsa, ertaga biz 1.0 chiqarsak, shunda teng emasmi desa, yana update chiqaraveradi. Ya'ni update qilib bo'lgan, aytaylik, yangi versiyaga o'tdi user, o'shanda ham yana chiqaraveradi, chunki teng emas-da u. Biz nimaga tekshirishimiz kerak? Hozirgi versiya yangi versiyadan kattami, kichikmi tekshirishimiz kerak. Agar yangi kelib turgan versiya katta bo'lsa, demak bu update bor degani. Keling, shuni qilib ko'ramiz. Bu qaytarar ekan is new version available deb yozamiz. Mana bu yerda yozib beryapti. Keling, o'zim sinagan usuldan ko'rsataman. Current parts equal to current yo, to'xtanglar. Birinchisi current bo'lishi kerak, hozirgi versiya. Ikkinchisi latest bo'lishi kerak, latest. Hop, currentni split qilib olamiz. Qanaqa qilib? Split nuqta bilanmi? Nuqta bilan ajratib olamiz. Uni maplaymiz. Map i equal to int try parse. Ya'ni parse qilib oladi. Aytaylik, bizda raqamda string kelyapti, to'g'rimi? Mana shuni parse qilib olishga harakat qiladi. Ya'ni raqamga o'girib oladi. Okay, endi parse qiladi, aks holda shunchaki 0 qaytaradi. Yo'q, int qaytarar ekan. Do list. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. 0 qaytaradi va parse qilib oladi. Keyingi qism nima bo'ladi? For aylantiramiz ekan. Forni ichida bu int bo'lsin, var emas, doim int qilaman shuni. 3 gacha aylansin. 3 gacha aylansinda final cur teng agar current parts.length katta bo'lsa deyapti. Menimcha to'g'ri. Latest teng bo'lsa va if katta bo'lsa return true. Kichkina bo'lsa false qaytaryapti. Bo'ldi. Firebase remote servisda main.data chaqirib, qaranglar, initialize bo'lgandan keyin chaqiringlar. Hop, initialize bo'ladi. Endi initialize mayli, hozircha kutsin. Await bo'lsin. Await qilmasak ham bo'ladi demoqchi edim. Bitta page yarataylik. Bu home page bo'lsin. .dart home page scaffold app bar. Bu nimaga xatolik berib qoldi? G'alati. Scaffold prosta o'zi xato belgisi keldimi yoki? Yo'q. App bar text home. Bo'ldi, mana shu narsa. Shunchaki bu text gap masalan. Bu ilovani o'sha home page deylik yoki liboy farqi yo'q. Xohlagan pejlarga yo'naltirsalar bo'ladi. Endi keyingi page qilaylikda bu release notes qilaylik. Page.dart. Okay, bu page nima? Prosta o'sha yangiliklarda nima borligini ko'rsatish uchun. Release notes. Ya'ni siz prosta userlarga anaqa bug fixes degandan ko'ra aynan nimalar update bo'ldi. Aytaylik, yangi featurelar yaratgan bo'lsangiz, o'shani prezentatsiyasi, masalan, Apple'da shunaqa narsa keladi. Yangi versiyada nima bo'ladi? Video qilib chiqarib beradi, prezentatsiya qilib, uni ko'rib, qanday ishlatishni bilib olasiz. Bunday shunaqa qilsangiz bo'ladi. Scaffold, app bar, app, title, yangilanishlar, yangiliklar, body. Bodyda mana shu yerda biz aniq qilamiz, tekshiramiz. Xo'p, buni hozircha men qaranglar, umuman blok kubit hech narsa ishlatmayman, prosta tak o'zi default narsalardan foydalanamiz, built-in. Nima qilamiz? Remote config dan servisdan instance olamiz. Keyin init state da chaqiramiz. Agar release node'lar bo'lsa, o'shani ko'rsatamiz. Aytaylik, string release nodes. Endi pastda nima qilamiz? Remote config service get kelishayotgan metod qo'yib olaylik-da. Is update available bo'lsagina, yo'q.
chalkashib ketmaylik. Bu qachonki o'sha is update available bo'lsagina bu page ga o'tadi. Bo'ldi. Ortiqcha chalg'imaymiz. Bu turib tursin bu page. Keyingisi. Mendo.dart material up yozib home page. Home page ga o'tgandan keyin nima qiladi? Mana shu yerda tekshirish kerak o'zi aslida. Final remote config service chaqiramiz va remote config service init state deydi. If remote config fetch config yo'q. Chunki fetch qilib bo'ladi o'zi ilovaga kirgan paytimizda fetch qilib bo'ladi. Is new version is available degan qismiga biz is update available ni chaqirganimizda bu uni talab qilyapti. Shuni bitta funksiyaga chaqirib olamiz. Void future void check for updates. Buni init state chaqirib qo'ysak bo'ldi. Chunki init state await qilishning imkoni yo'q. Remote config service is update available. Ha bo'lsa show force update dialog, ya'ni chiqarishimiz mumkin. O'sha nima deydi? Yangilamasang bo'lmaydi deb yoki farqi yo'q. Endi yana bitta narsa qoldi. Biz majburiymi update yoki majburiy emasligini bilib olishimiz kerak. Buning uchun bitta getter metod yaratamiz. Bool get is mandatory equal to qaytaradi remote config get string. Bu field nomini berib qo'ysak bo'ldi va bu get string get string bool get android remote config get bool. Yo'q, qaranglar, get bool qilishimiz kerak ekan. Chunki bu false turgani uchun bu bool ham bo'ladi. Men stringga tashlardim. Bo'ldi, mana shu narsani bilsak bo'ldi. Endi home page da nima qilamiz? Is update available mi? Ha, demak updatelar bormi? Ha. Va is mandatory yoki bo'ldi. Is update available ichiga kirib olamiz. Buni ichida tekshiramiz. Agar final is mandatory bo'lsa equal to await remote config service is mandatory bo'lsa is mandatory bo'lsa navigator.push remove until qo'yamiz. Bu degani umuman nima qilamiz? Nima deydi? Polni betdan cho'qib yuboramiz degani. Endi yana bitta narsa qoldi. Agar deymiz mounted bo'lmagan bo'lsa return qilmagan. Ya'ni pastga tushmagan. Hop, material page root builder force update page. Okay, release notes o'tishimiz kerak edi mana shu yerda. Menimcha hammasi tayyor. Mandatory, qaranglar, bitta narsa qolib ketibdi. Is mandatory bo'lsa, qaranglar, bu yerda nimaga is mandatory muhim? Chunki bu sahifaga qaytib ilovaga qayta olmaydi, ya'ni boshqa featurelarga qayta olmaydi degani. Siz har safar kirganingizda majburlayveradi. Ilovani yangilab bo'lmasa ishlata olmaysan degan. Qanaqadir majburiy update bo'lsa shunaqa qilasizlar. Aks holda просто push qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Push degani o'sha kiradi. Agar yoqmasa, yangilamoqchi bo'lmasa qaytib chiqaveradi. Navigator. Buning uchun navigator push qilamiz, bo'ldi. Tamom. Material page road release notes page. Mana. Endi ilovani rang qilib ko'ramiz. Flutter rang qilsa bo'ladi yoki debug qilsa ham bo'ladi. Yes. Xo'p, borada kelinglar gaplashib turamiz. Hozir Google integratsiya ideyadaman. Google ni o'sha $124 anaqa qolsa planni sotib oldim. Qaranglar, bu juda ham zo'r ekan. Chunki dokumentatsiyani o'qishi, umuman rulslarga amal qilishi ancha yaxshi ishlayapti. Sizlarga maslahat beraman. Agar proyektdan ko'p bo'lsa, qanaqadir ulgurmay turgan bo'lsalaring, yaxshi rules yozib, API doklar yaxshi bo'lsa, uni berib, bemalol featurelar yashatsalaring bo'ladi. Xo'p, qaranglar, bu yerda pod file cd ios pod install qilishimiz kerak. Higher minimum talab qilyapti. Bu degani iOS ni ichiga kiramiz, pod filedan buni uncomment qilib, kamida 15 qilib qo'yaylikchi, nima bo'lar ekan? Okay, 15 qilsak ishlaydi, mayli. 15 turaveradi. Firebase o'sha install qilyapti har bitta o'sha package-ni iOS ga. Bu tugagandan keyin run qilsak bo'ladi. Kelinglar ungacha Firebase dan sozlab tursak bo'ladi remote config-ni. Mana turibdi. Remote config ga kirib yangi aniq qo'shsak bo'ladi. Qaranglar, is onboarding enabled degan narsa qo'shganman ekan. Shu yerga biz add parameter qilib har bitta qaranglar, mana bu remote service turgan har bitta fieldni birga-bir qo'shishimiz kerak, bo'lmasam ishlamaydi. Xo'p, parameter name to'xtanglar. Men default value ga qo'yib qo'yaman. Parameter name ga qo'yishdan kerak. Uni type nima qaranglar. Bu yerda get string get bool bor-ku. Bu yerda xuddi shunaqa. Yes. Bu yerda xuddi shunaqa
Keldi. Birinchisi app version bu string edi, demak string qilamiz. Default value ga biz ham 0 0 qilib qo'ysak, app'dagi bilan bir xil bo'ladi. Is mandatory bo'ldi, buni qo'shamiz. Keyingisi add parameterga is mandatory bu boolean bo'ladi. Aytaylik, hozircha false tursin. Save. Keyingisi release notes. Release notes ga string berib ko'rsasak bo'ladi, nima update'lar bor. Release notes string bla bla hozircha, keyin yangilaymiz. Bo'ldi, publish qilib yuboramiz. Publish degani, demak, o'sha har bitta ilovaga tarqatiladi degani update. Xo'p, endi run bo'lishini kutib turamiz. Run bo'lyapti. Okay, mana run bo'ldi. Qaranglar, home nima gap? Endi home page ga kiramiz. Nimaga remote push, ya'ni release notes ga otmadi? Sababi hamma value'lar bir xil turibdi. Ya'ni remote'dagi bilan bu value'lar bir xil turibdi. Endi kiramizda edit qilamiz. Is mandatory ni mayli joyda tursin, is mandatory. Is onboarding enabled. Is onboarding release notes. Versionni ko'taramiz. Versionni oxirini 1 qilamiz. Masalan 1.0 versiyani chiqardingiz deylik. Save qilamiz, publish qilamiz. Okay. Publish bo'ldi. Ozgina kutib turaylik. Update'lar kelguncha. Endi bitta restart qilamiz. Ko'rdim, yangiliklarga o'tdi. Sabab oddiy shu bizdagi default value nima edi? 1.0 Qaror shunaqa edi. 1.0 edi. Endi biz bitta 1.1 ga ko'targanimiz uchun pastdagi algoritmimiz ishladi. Mana bu yerdagi algoritmimiz ishladi. Har bitta qavatni tekshirib chiqdi, har bitta raqamni katta kichikka tekshirib chiqdi. Okay, ishladi. Endi siz nima qilasiz? Shuni release ga chiqarganingizdan keyin userda eski versiyami, demak yangi chiqqan versiya bu raqami balandroq bo'ladi. Chiqishi bilan siz nima qilasiz? Ya'ni push adashib ketdim. Google Play bilan App Store ga chiqarganingizdan keyin userlarga xabar berishingiz mumkin. Ya'ni o'sha remote config update qilish orqali. Chunki push notification ham shart emas. Qachonki userlar ilovangizga kirishi bilan shu ekran chiqadi, bo'ldi. Tamom. Endi qaranglar, is mandatory ni muhimligi shunda, user xohlasa qaytib chiqib keta oladi. Ilovani eski versiyasidan foydalana oladi. Endi biz mana shu is mandatory ni ham joyiga qaytaramiz, true ga qaytaramiz. Va publish qilamiz. Okay, publish bo'ldi. Ozgina kutamiz. Qaytadan restart qilaylikchi. Qaranglar, yangilik page ga o'tdi, lekin orqaga qaytish imkoni yo'q. Umuman ilovani boshqa pagelarga o'ta olmaydi, chunki biz remove until qilib yuborganmiz. Bu degani oldingi pagelar o'chirib chiqib ketadi. Ya'ni bo'ldi, iloji yo'q boshqa pagelardan foydalanish. Xo'p, demak birinchi bo'lim tugadi bizda. App version va versiya controller. Bitta narsa qolib ketibdi. Kelaylik, shu release notesni ham ko'rsatib qo'yay. Release notes pageda centerda body center child text remote service ni get release notes. Bitta get'ni ochamiz. Get string get release notes qaytaradi. Remote config.get string shuni o'zini. Bo'ldi. Endi mana bunaqa narsa qilaylik. Remote init state'da string release notes teng remote config release notes. Chunki buni faylni olib tashlaymiz. Tamom. Buni ko'rsatsak bo'ladi. Release notes. Bo'ldi. Endi yangiliklar ham keladi. Qaranglar. Boshqatdan restart qilamiz. Yangiliklar bla ko'rlaymi? Endi shuni o'zgartiramiz. Bizda bla turgan ekan. O'sha nima yangiliklar bo'lsa, xohlasangiz HTML formatda berishlar mumkin. Uni parse qilib tomonda chiroyli qilib ko'rsatishlar mumkin. Farqi yo'q. Men shunaqa HTML ishlatardim oldin. Yangi versiya. Uzr, to'xtanglar. Release notes ni men keyin update qilib yubordim. Valuesini update qilish kerak. Mana buni bossalang kattagina ochib beradi, maza qilib yozishlar mumkin. Yangi versiya chiqdi. Update qil. Okay. Save va publish. Endi real time qilsa ham bo'ladi, ya'ni ilovani restart qilish shart emas. Lekin shart emas u ham. Ya'ni real time qilishni o'zi ham shart emas. Ilovadan chiqib qaytib kirsa o'zi yetarli bo'ladi. Ko'p holatlarda. Lekin ba'zi narsalar bor, behavioralni yangilash bor, boshqasi shunda real time ishlatsang bo'ladi. Mana qaranglar, yangi versiya chiqdi, update qildi, bizga aytyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi stepga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi bo'lim Firebase notifications push. Buning uchun add dependency Firebase messaging yuklab olamiz pluginini.
Hop, yuklangandan keyin Firebase messaging request messaging.instance request permission. Agar permission bermasalaring notification kelmaydi. Bo'ldi, permission berib qo'yganimizdan keyin o'zi bizga default notificationlar kelishni boshlaydi. Qani ilovaroq qilib ko'ramiz. O'zi umuman bu setuplar vaqt oladi. App Store ga kirib, AUS keylar generatsiya qilish kerak, app ID'larni kiritish kerak, Firebase ga keyin u access token beradi, FSM token beradi. Hop, qaranglar, mana bizga notification so'rayapti. Allow bersak bo'ldi. Bizga notification kelishni boshlaydi. Shuni o'zi notification juda katta narsa emas, lekin bitta narsa bor, uni keyinchalik ko'rsataman. Notificationda ichida u push notification bu oddiy narsa emas o'zi. Default holatida biz ko'proq oddiy shu push notification kelganda news ko'radi, bosganimizda ilovaga kirib, nima deydi, ilovaga kirib o'sha page ni ochib berishini tushunamiz. O'zi aslida silent notification jo'natsak bo'ladi, title bilan body ni olib tashlab. Silent notification degani bu userga push notification kelmaydi-da. Siz o'zingiz uchun prosta nimanidir ilovani ichida nimanidir ishga tushirib yuborish uchun ishlatishingiz mumkin. Masalan, user nimadir suspicious narsa sezganingizda, masalan, serverga qanaqadir loglar, monitoring yozishingiz mumkin. Qanaqadir suspicious narsa bo'lsa, shubhali narsa bo'lsa, userda qanaqadir ma'lumotlarni shifrlab qo'yish, xullas, nima deydi, custom ma'lumotlar qilsa bo'ladi, ya'ni push notification silent orqali. Uni ham ko'rib chiqish maslahat beraman. Hop, 3-etap bu Firebase Crash Analytics va Crashlytics degan pluginlarni yuklab olib, uni integratsiya qilib qo'yish. Pastdan oldin pluginlar chaqirishimiz kerak. Dependency, Firebase Crashlytics va Firebase Analytics degan turlar bor. Crashlytics bu o'sha har bitta errordan qayerdan kelib turganligi, qaysi pagedan kelib turganligi, qaysi device, xullas juda ko'p ma'lumot beradi, xatoni topish uchun osonroq. Ya'ni qaysi device'da muammo bo'lyapti, shularni ham aniqlab beradi. Endi Analytics bo'lsa, Analytics bu o'sha qaysi pagega ko'proq ma'lumot kiryapti, qaysi pageda user ko'proq qolyapti, qaysi page ko'proq ishlatilyapti, qaysi ma'lumotlar xullas jo'natilyapti, hammasini anaqa analiz qilib tursa bo'ladi. Hop, birinchi navbatda Firebase Crashlytics ni setup qilib qo'yamiz. Uning uchun flutter error.on error equal to Firebase Crashlytics.instance.fatal error. Okay, keyin platform dispatcherni chaqirib instance on error equal to call stack, ya'ni error stackni olib turib instance record error o'sha yozish, rekord qilib borish chiqqan muammoni. Bo'ldi, return turib qaytarib yuboramiz. Shuni o'zi. Endi Analytics bo'lsa, Analyticsda qanaqadir nima deydi mana? Firebase Analytics.instance interfeysi bir xil. Masalan, login aytaylik, nimadir jo'natib olishingiz mumkin. Ma'lumotlar jo'natishingiz mumkin. Login bo'lganda har xil juda ko'p emetlar jo'natsangiz bo'ladi. Level start, login, post score, keyin bu yerda nima bor? Mana bu yerda supported degan metodlari bor ekan. Pastda add to cart, add to wish list, app open, begin, checkout. Xullas juda ham ko'p eventlar bor. Ya'ni xohlaganingizcha boshqarsangiz bo'ladi, ilovani monitoring qilsangiz bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Yangi startup qilib turganingizda userlar qaysi featureda, masalan, siz tavakkal qilib chiqardingiz, qanaqadir, nima deydi, bozorda o'rgandingiz, lekin o'sha taklif berdingiz, user lekin qaysi featureda siz ko'proq ishlatyapti, o'shani bilib olishingiz uchun siz har bitta joyga analytics eventlar yuborib turasiz. Qaysi pagega ko'proq kirib turgan bo'lsa, o'shani aniqlash uchun. 3-qism bu rate up. Bu sizga ilovani rate qilishga, ratingni oshirishga yordam beradi. Masalan, siz startup loyiha chiqardingiz, bitta o'sha core feature'ni user foydalandi, undan ya'ni value oldi, qiymat oldi. Keyin siz masalan o'sha yerda chiqarishingiz kerak. Ilovamizni baholab qo'ying. Chunki nimaga aynan core feature ishlatilgandan keyin sabab userda savol bo'ladi. Bu ilovani nima uchun ishlatyapman? Nimaga foyda berdi? Nima topdim buni ishlatib degan savol bo'ladi. Va aynan o'sha core feature'ni ishlatdimi? Demak, qanaqadir foyda berdi deb o'ylaysizmi? Loyihangiz o'sha yerda sizdan so'rash kerak. Chunki user ilovadan xursand holatda turgan bo'ladi. Ya'ni haqiqatan ham shu ishni qila oldi degan. O'sha paytda user erinmasdan komment yozishga ham kirishi mumkin. Nafaqat prosta o'sha yulduzchani belgilaydi, balki yaxshi deb uzunroq komment yozishga va o'zini boshqa fikrlarni berishga harakat qiladi. Okay, uning uchun ko'p pluginlar bor. Masalan, dependency-ga biz qo'shamiz in-app review-ni. In-app review mana oddiy ko'rib olsalaring bo'ladi, bemalol. Bitta dokumentatsiyasi bor. In-app review instance-ni olib turib is available bo'lsa, request review. Bu is available degani ilovangiz hali App Store, Google Play da bormi, buni tekshirish kerak, chunki Google Play bo'lmasdan turib qanaqa uni review qilib bo'ladi, shularni ko'rish kerak bo'ladi. Hop, buning uchun
Любой o'sha aytaylik mana menda main.dart bo'lsa, home page'ga kirib nimadir amalga oshir demak. Deb o'ylaylik, masalan, nimadir qilib bo'ldi. Sразу chetda userga anaqa chiqaraylik. Rate up logic chiqaraylik. Final in-app review shuni copy paste qilib qolamiz. In-app review instance olamiz. Undan keyin pastda yozamiz. Agar yoki boshqacharoq qilib yozishimiz mumkin, faqat await qilib yozmasdan then degan metodlar bor. In-app in-app review is available chiqish kerak edi. Is available then value is available degan nimani o'zgaruvchini chaqirib request review agar is available bo'lsa request reviewni qilishimiz kerak. Qani sinab ko'ramiz. Bunga qaytadan reset qilish kerak chunki native kodda bo'lishi mumkin ichida. Kutib turamiz ozgina. Ilova run bo'ldi. Mana qaranglar. Mana bu dialog chiqyapti. Shunchaki user ilovasidan foyda oldimi? Okay, 5 ta yulduzchani bosib submitni bosadi. Tamom. Hozir submit nimaga ishlamayapti? Chunki App Storedan yuklab olinmagan hali ilova. Chiqmagan App Storega, shuning uchun bo'lyapti. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi edi. Oxirgi bo'lim bu custom web view. Bu idea qayerdan kelib qoldi? Yangilar fasida LinkedIn klik ilovasida ko'rib qoldim. Push notification keldi. Yil sarf hisobi bilan tanishing yoki sizga qanaqa o'sha yil sarf hisobini tayyorladik dedi. Bosdim bitta meni umuman alohida page ilova emas u, o'sha alohida bitta page ochib, uning ichida ko'rsatib beryapti menga. Shuncha ish qildingiz bu yil, mana bunaqa bo'ldi. Shuncha post yozdingiz, shuncha like yig'dingiz, shuncha odam bilan connection qildingiz. Mana bu odam bilan ko'proq connection qildingiz dedi. Men uni keyin o'sha qiziqdim o'sha postga, keyin uni yana post qilib yozdim. Ya'ni o'sha men o'zim statistikamda auditoriyaga yana post qilib yozdim. Bu degani ilovadagi retention oshyapti. Siz ham bemalol loyihasida shuni qilsangiz bo'ladi. Masalan, userni oddiy tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchimisiz. Custom web view yasab qo'yasizda, uni push notification orqali userga jo'natasiz. Shunchaki userni o'ziga qanaqadir chegirma e'lon qilib berishingiz mumkin. Bu degani savdoingizni oshiradi. Bu degani o'sha userni ilovaga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Okay, shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga oddiy Flutter web view Fluttermikan? Men o'shani ishlatardim. Dependency web view Flutter mana web view Flutter web view page. Qaranglar, prosta web view page kerak xolos bizga. URL almashadi. Tamom. Stateless widget web view page string title berishimiz mumkin. Agar title yo'q bo'lsa hech narsa ko'rsatmaydi. Agar bo'lsa ko'rsatadi. Hop. Stateful widget. Bir daqiqa shuni dokumentatsiyani ko'rib olaylik. Web view widget shu kontrollerni olamiz. Late final web view controller init state ichida shuni berib qo'yamiz. Tamom. Tepadan bizga URL kelish kerak, title kelish kerak. Pastda nima qilamiz? Scaffold app bar agar title nullga teng bo'lmasa, app bar qo'yamiz. Title ichida o'sha text widget title o'zini beramiz. Aks holda null. Bu degani o'sha app bar chiqmaydi. Ya'ni o'zidan o'zi bekordan bekorga bar yasab yotmaymiz. Chiqyotmaydi. Band qilib yo'ying. Endi body'da save areani ichida web widget controllerni o'zini berib yuboramiz. Bu degani o'sha siz URL'ingizni ochib beradi. Xo'p, endi qaranglar. Aytaylik, buni boshqatdan qilib qo'yaylik, chunki native bunaqa bor ichida. Kod bor. Home page'ning ichida text button on pressed shuni beraylik. Text shu web view. Mana. Hop, ichida navigator push web view page. Bu nima talab qilyapti bizdan? URL talab qilyapti. Mana shu URLni biz okey, mayli. Hozircha URLga instance 1 beraylik. Ilovani chaqiradi. Title ga instance web sayti deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi run bo'lishini kutamiz ilovani. Buni ham ko'rdik. Ilovani read qilishni ham ko'rdik. Buni ham o'chiramiz. Not now. Web view ga bossak, web view mana web saytiga o'tdi. Xullas mana web sayt ochildi. Qaranglar, mana chiroyli qilib bitta web sayt yasadik. Endi title ni olib tashlaymiz. Ya'ni title null keldi deylik. Katta ekranda bitta o'sha web view ochilyapti.